Assalomu alaykum. Zolotoy Kordondan yuzga xat kelyapti. Nima bo'ladi endi? U narsa xat sudgacha ogohlantirish. Ertaga xat bo'yicha to'lamasa keyin sudga chiqishi mumkin. O'zbekistonda qanday bo'ladi uni majburiy undiruvi? Premium undira olmaydi, majburiy mipoqa undirish tartibi qanday bo'ladi? Birinchi navbatda Kordonni Rossiyadagi sudga chiqadi va sizga o'sha sizdan qarzni undirish haqida qaror chiqartiradi. Undan keyin Rossiyaning sudining qarorini O'zbekistondagi siz yashab turgan joydagi, masalan, Farg'ona, Qo'qonda yashaysiz, o'sha ikkita sudga beradi. Rossiyaning qarorini tan olish va ijroga qaratish haqida ariza beradi sudga. Sudga chaqirilasiz. O'zingiz e'tirozlaringiz bo'lsa bering, chunki sizdan o'zga olmagan bo'lishi mumkin. Boshqa kimdir oladigan bo'lishi mumkin. Shikoyat bo'lsa, e'tiroz bo'lsa taqdim qilasiz. O'sha ajadim chiqmasligi mumkin. Ya'ni Rossiyaning qarorini apmin qolishi mumkin O'zbekistonda ijrosi mumkin. Bizning sudlar. Agar qonuniy qonuniy bo'lsa, haqiqatan siz o'rganasiz, to'lamayapsiz, unda bizning fuqarolik sudi ajadim chiqarib, tunda MIPga jo'natadi. MIP ijro qilgandan keyin sizga, demak, ijro ishini qo'zg'atib, shu orqali masalan, haqingizga, daromadlaringizga, mulklaringizga undirib qaratadi, taqiq qo'yishi mumkin. Ijro yarmi qo'llashi mumkin, jarima qo'llashi mumkin. Uyingizga borib, bitta pakajani qilishi mumkin, masalan, yuzlari masalan olib ketishi mumkin. Shu orqali undirib amalga oshiradi. Lekin korona to'g'ridan-to'g'ri yuzdan sizdan masalan nima olib ketish kerak yoki biz banklar sizni ish haqingizni undirishga, kartangizdan pul yechib olishga haqli emas. Tartibi shunday bo'ladi. Asos Minsk konvensiya bor, imzolaganmiz. Kishinev konvensiya bor, qabul qilganmiz, ratifikatsiya qilganmiz. Shuningdek, FPK bor bizda. Ijro qonunchiligi bor, shunga ko'ra xuddi shunday tartibda amalga oshiriladi. Xo'p, savollar bo'lsa kommentda yozib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar va shunaqa muammosi bor, tanishlarga jo'natib qo'yinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.